Am so'zlaydigan nima deganda focus. Focus degan nima degan gap desa, ma'lum narsani ma'lum nuqtaga tikish degan gap, diqqatni tikish. Psixika nuqtasi ilib aytganda, mayli bishorat nuqtasi ilib aytganda, yoki ruhologiya nuqtasi ilib aytgan vaqtda bir qonuniyatni chuqur bilib olishing kerak. Nimaga diqqat qilsa, shu uchun o'ydi. Men dastlabda bir rasmni ko'rsatdim sizlarga. Sizlar butun diqqatingizni qog'ida bo'lg'achqa, butun rasm qog'ulab ko'rindi. Hamma qog'ivadi. Agar men shu rasmda qancha balalar ko'rib qolsam, cho'qim qog' ko'rinmaydi. U chaqda balalar cho'ng ko'rindi. Nima diqqat qilsam, shu uchun o'ydi. Yo'qmisi, bizning kundalik turmushimizda ba'zilar ma'lum markalik mashinani bilmaydi, ammo u tuyuqsiz yo'ldoshi yoki do'sti bir mashina olgan bo'lsa va u shu markalik mashina qiziqib qolgan bo'lsa, ertadan boshlab yo'lda bu xil mashinaning intan ko'pligini his qildi. Bu mashinalar nerga qolgan? Shunga bizning diqqat nuqtamiz, izlash nuqtamiz nima uchunsa shu uchun o'ydi. Amaliyotda hamma odamning kemchiligi ortiqchilik bo'ldi. Bir farq nima degan vaqtda ba'zi odamlar o'zining ortiqchiligiga diqqat qildi va ortiqchiligiga fokus qildi. Ortiqchiligidan faxrlanadi, ortiqchilikni ishlatadi, ortiqchilik bilan yapishadi. Ammo bir qism odamchi bo'lsa, kemchilik bilan yapishib oldi. Mayli turmushning nikah munosabati bo'lsin, kishilik munosabati bo'lsin, do'stlik munosabati bo'lsin, yoki o'ziga bo'lgan ko'z qarash bo'lsin. Ko'p sondagi odamlar dal nachar nuqtasiga o'zining ojizligi jiqroq yapishib oldi. Ojizligimni o'ngshayman deydi. Amaliyotda bu o'ngshayman deyish dal ojizlikni keltirib chiqildi. Bu bek muhim narsa. Hozirgi psixologiyadagi, ya'ni shu ilg'or psixologiya yoki aktiv psixologiya, pozitiv psixologiya, musbat psixologiyadagi zo'r bo'sish bu. Biz uzun muddat nimalar qilishdik desa, kasalni o'xshash. Ammo yaqindan buyon salomatlikni saqlash, sog'lom bo'lish, sog'lom turmush deyish orqali kasallikni yo'qotish. Psixologiyadan o'xshashlar nimasi? Ojizlik emas, balki ortiqchilik. Shunga men bayatim degandek, ba'zi odamlar o'zining ortiqchilik diqqat qildi, ba'zi odamlar kemchilik. Kemchilik diqqat qilgan odamlar eng oxirgi kemchilik bilan qoldi, kemchilik tufayli mag'lub bo'ldi. Ortiqchilik diqqat qilgan odam bo'lsa, uning shu bir ortiqchiligi eng oxirida kemchilikni yeb ketadi. Men burun o'tganda jutqib berib qoldim. Jutqib olsam, odamlar kart o'ynatibdi. Bularning o'ynaydigan kartning ichida bir Wang deydigan bir o'yin bor ekan. Za, do deydigan. Kichik vaqtda o'ynagan men bu. Bu karta to'tlik, ya'ni taq to'tlik eng kichik, do deganlar eng cho'ng hamda. Shunlar bo'lib meni ko'rib, meni karta o'ynab boqishga da'vat qildi, men o'ynab boqdim. Mening yana bir do'stim o'yindi. 4 qo'l o'yindik, 4 qo'ldan hammasida men qilib qoldim. Nimish qilsam, mening karta o'ynash shaklimda bundaq, mening qo'lim qart chiqqan aman. Agar mening qo'limda 4likli bo'lsa, men bu 4likni qachon tushutaman deb butun diqqatim 4likni tushish uchun o'ynayman. Yani zalirimni etish orqali mush 4likni qutlaman deyman. Ammo men qilib qolgan 4 qo'lning ichida 3 qo'l men 4likni tutib qilib qoldim. Men boshdan oxir 4likni tushutishni xohlasam-mi? Boshdan oxir mening digim 4lik bo'lganimda eng oxir 4likdan qilib qoldim. Ammo mening og'inamchi bo'lsa, u kartımda oynamadı. O 4likdan kar olmadı. O qo'ldagi kuchli kartlar bilan gaplashdi. Uni diqqatchi bo'lsa, qanday qilib chiqitish va qanday qilib o'zining kuchli kartini ishlatish. O o'zining kuchli kartini, za dollarni ishlatish usta bo'lganlik uchun 4lik o'zligidan chiqdi. Ammo men bo'lsa 4likdan chiqarib yetishmay, nuqtam 4likni chiqarib yetish bo'lganlik uchun. Shu hayotda ufutmaslik uchun o'ynash bilan ufutish uchun tirishish o'xshamaydi. Hayotda ufutmaslik uchun yashagan odamlar ufuttirib yetadi. Ufutish uchun yashagan odamlar tezda uning kemchiligini ortishga aylanib ketadi. Shunga mening sizlarga deydiganim, kemchiligim bilan qarinli bo'lmasin. Ortiqchilikqa fokusni yetganmiz, biz
Ya'ni kemchilikdan biz fokusni nega o'tkazamiz? Ortiqchilik. Bu ortiqchilik barbara nimani yeb ketdi bo'lsa, kemchilikni yeb ketadi. Men o'rta maktabda o'qigan vaqtimda butun darslarda uncha ham yaxshi bola emas, yaxshi o'qimagan. Ammo men tuyuqsiz matematikada ortiqchiligim chiqib, tuyuqsiz hamma fandan emas, shu matematikada ilg'or bo'lib ketdim. Men matematikadagi iqtidorim ilg'or bo'lg'achqa, uning ustublab ketganligim uchun tabiiylar ijtimoiy fanlarga ustublab ketdim. Amaliyot ijtimoiy fan bilan nurg'a odam tabiiy fanni ayirib oladi. Yani ijtimoiy fan ustodim tabiiy fan yaxshi emas, tabiiy fan yaxshi odam ijtimoiy fan ustob emas deb ayirib oldi. Amaliyotda bu qilcha asos yo'q, isbot yo'q. Siz ma'lum tabiiy fanga ortiqchiligingizni joriy qilganda siz ijtimoiy fandagi aloyiligingizni chiqib qoldi. Meni yozishlik qobiliyatim yaxshi, notiqlik qobiliyatim yaxshi. Amaliyot bu tabiiy fanga hech qanday farq yo'qdek turgan bilan amaliyotda munosib yo'qdek turgan bilan zich munosabati bor. Shuna bizning butun diqqatimizni ortiqchilikqa to'g'irlash birsi psixikamizni yaxshilasa, yan birsi taraqqiyotimizni yaxshilaydi. Bir dehqon etizdiki o't cho'plarni yo'q qilib yutaman deb bu etizga hech qanday bug'doy termay qachonda chiqib o't cho'plarni o'rab yursa, bu dehqon bu etizdiki yov o't cho'plarni mengu tugtanmaydi, yantoqlarni mengu tugtanmaydi. U faqat bir kunlik tugtalaydi, ertasi uningdan ko'p yov cho'plar yoki yantoqlarning o'skunini ko'rdi. Agar bu dehqon yov o't cho'plar bilan ko'rinmay bu etizga bug'doy terib bersa, ko'mir qo'noq terib bersa, yoki kives terib bersa shu desa, yov o't cho'p yantoq o'zligidan o'zining o'rnini bug'doy qildi. Demak, biz turmushimizda o'zimizning kemchiligiga emas, balki ortiqchiligimizga fokus nuqtamizni yetkazsak, indala. Yani etizlardagi yov o't cho'plar bilan emas, etizga biz bug'doy terib bersak, masalan, bu bek muhim narsa. Hech qanday odam eski odam bo'lib qolmaydi. Hech qanday odam eski bo'lish uchun tirishmaydi. Ammo u o'zining oltidagi yaxshi oltin chiqarmaganlik uchun qilib qolgan eski bo'lib qolgan. Hech qanday odam yomon odat yetildirib olmaydi. Ammo u yaxshi odat yetildirmaganlik uchun qilib qolgan yomon odat bo'ldi. Bu qorong'ulik bilan yo'riqlik o'xshaydi. Chiroqni o'chiribetsam qilib qolgan qorong'ulik. Qorong'ulik degan narsa yo'q. Ammo yo'riqlik bo'lmasa qilib qolgan qorong'ulik bo'ldi. Ammo siz qorong'ulik bilan nima qilish, men qorong'ulik tugtaman deyishingiz mantiq uyg'un emas. Fokus nuqta. Kişilik münasibetim şu, erayallık münasibetim şu. Nurgun erayallar adette bir-birisideki kemçilik dikkat kıldı. Qaqshash. O erayallar otursida amaliyotda haqancha nachar erayallar otursida mı qarshi tarafdan huzurlangıdek ortiqchilik bo'ldi. Ama nurgun vaqtlarda odam bu nuqtada dikkat qilmaydi. Yoki masalan üzdünüz demaydi. Bir do'stga qaqshab turibdi. Hey, mush aylim kunda pul so'raydi. 3 kunning oldida 500 qo'y so'rgan. 2 kunning oldida 400 qo'y so'rdi. Tunigan yana 500 qo'y so'rdi. Bugun yana 250 qo'y so'rdi. Degandikan do'sti, voy. Ayolim pulni nima ish qildi ekan? Bunday jiq pulni degandikan. Tam bilmayman. Chunki men azalda uning puli berib boqmagan. deb javob berdi. Demek mayada bu nimadan qaqshatdi desa, ayolning pul so'g'anliqni qaqshatdi. Ammo o'zining hozir qadar pul berib boqmaganligiga nuqta nazarini og'dirmagan. Do'stlik munosabati dedim shu, Do'stlarning ko'pinchisi birlam qaydishib qolsa, ig'ir darajada qaydish kerak. Chunki har qanday do'st bir-birisidan yuqori bir xil umid kutib oladi. Agar ularning bu kutgan umidini do'st oqlay olmay qolsa, ular yot odam qarg'andimi, bekrek jiroqlashib ketgan. Do'stlikdan o'xshashlan biz ko'pincha boshqalarning ortiq kemchiligiga, ya'ni do'stimizning kemchiligiga jiqroq diqqat qilamiz-yu, uning bizga qilgan yordamlariga, biz uchun bergan qurbonliqlarga diqqatimizni og'dirmaymiz. Biz doim biz do'stlarimizning biz uchun qilmagan ishlariga fokus nuqtamizni og'dirib olamiz. Buningda bir-birisidan norozilik bo'ldi. Agar do'stlik munosabati edimi, kishilar boshqalarning uning uchun nimalarni qilmaganiga emas, nimalarni qilg'ini diqqat qilib bersa, u chaqda do'stlikmi uzun muddat davomlashdi deydi. Bir bola bir do'stidan pul so'rabdi. Men bir 5000 qo'y berib tursan degandikan, bu do'st yo'q, bermayman. Desa bu do'stning ochiq kelib, "Ey, 15 yilning oldida
Sen şu üley dep qalganda, qaziring besip ketkende, men şu qaziringni tulishpagan go degandeken, a do'sti, ish qilib bermayman, ya deb turibdi. Hey, vijdon yo'q. 10 yilning oldida senin qizing ig'ir darajada kasallab qolganda, mening qinim qizingga uchib kelib, men qizing qon bergan go desa, ya ish qilib men 5000 ko'p bermayman. Sağ dostum bek açık yap. Sen nimdan numusuz nima? 5 yılның aldıda senin şirketin veyran bulay dep qalganda bankaga berip, men bu kepil ulap, san bankadan qazap berdim go. Dese, ados turib ketib, bermayman. Yaqinqi 5 yilda sen menga nima ish qilib berding? Dedik. Demek nurg'un vaqtlarda odamlar o'tirsida mana mushundoq bir xil holi shakllangan. Ya'ni uning biz uchun nima ish qilib bermagan jiqroq osib uchun do'stlar orasidami nurg'unlagan surkushlar shakllangan. Albatta bu onlarning bolalarni tarbiyalashdim shundoq. Nurg'un analar yaxshi niyatida balalarning kemchiligini tuzatmoqchi bo'ldi. Yaxshi niyatida yo'ldoshining kemchiligini tuzatmoqchi bo'ldi. Amaliyotda bular qancha tuzaman degan siri shu kemchilik. Xuddi bir kart o'ynatib meni qo'limda 4lik qilib qolgandek, bular qancha tuzaman degan siri o'lning qo'lidan eng oxir kemchilikdan boshqa narsa qolmaydi. Shunga men ogohlantirib, kim o'zimning turmushini yaxshilayman deydi ekan, u cho'qim o'zining turmushidagi minnatdor bo'lgan nuqtalarni jiqroq tep bersa, minnatdor bo'lgan nuqtalarni bu qandoq turaylik, sizlarga olgan bir tasalli olmasdan bu bir o'zgarish. Turmushimni o'zgartiraman degan odam birinchi bo'lib o'zining turmushdagi minnatdor bo'lgan ortiq nuqtalarni tepib, shu narsalarga o'zining to'liq roziligini, shu narsalarga o'zining to'liq shukr qilganligini ifodalagan kundan boshlab turmush yaxshilashib boshlaydi. Chunki dunyoda o'rganmak eng qiyin matematika o'ziga berilgan ne'matlarni sanayolmaslik. Agar biz kunda ozroq vaqt chiqarib yoki haftada 2-3 qatam ozroq vaqt chiqarib o'zimizning shu rahmat deyish tegishlik nuqtalarni, mayli munosabatda, mayli nikohda, mayli turmushimizda sanab bera olsak, bizning turmushimiz zo'r musbat o'zgarish bo'ldi deb qarayman.